Men bir narsadan judayam xavotirdaman. Rivojlangan, zamonaviylashib borayotgan bu asrimizda milliy qadriyatlarimiz tobora kamyoblashib bormayaptimi? Kunda kunora bo'layotgan to'ylarni kuzatar ekanman. Ayniqsa kelin salomlardagi bir holatlar meni judayam g'ashimga keldi, jahlimni chiqazdi va mana shuni sizlar bilan baham ko'rishni lozim deb topdim. Kelin salomlarida xonanda ashula aytib turadi, bu yoqda qaynotasiga salom deganda qaynota o'ynab kulib kelinni oldiga boradi. Kelinni ilk taassuroti qaynotaga nisbatan qanday bo'ladi? Axir qaynota og'irligi, vazminligi bilan hurmat qozonish kerak emasmi aslida? Bitta sovg'ani beraman deb kelinni oldiga o'ynab borishi bu qanaqa holat? Bu bizning milliy mentalitetimizga to'g'ri keladimi? Qaynanachi likillab o'ynab kelinni oldiga borib, "Men hali seni o'ynataman" degan ma'noda kelinni oldiga borib sovg'asini beradi. Yaxshi sovg'a olsa mayli, lekin sal mundoro sovg'a bo'lsa insasi qotib keladi qaynanani. Va u ham yetmaganday bunisiga ham chidash mumkin, lekin kuyovimizchi kuyovlar ham shu qo'llarini keng quloch yozib kelinni oldiga o'ynab kelib yana yuzidagi harir pardasini olib peshonasidan o'pib qo'yadi.